Bachadoningiz bo'lmasa, siz ona bo'la olasizmi? Ya'ni siz farzandli bo'la olasizmi? Mana bu savolni juda ham ko'p qizlar menga berishadi, qabulimga kelishadi va bugun bir emas 3 ta ayol shu masala bo'yicha oldimga kelishdi. O'tirib maslahatlashdik. Shuning uchun bu narsa haqida ham sizlarga ozgina tushuntirib bermoqchiman. Agar qabulimga kelmoqchi bo'lsanglar, qanaqa maslahat olasizlar, qanaqa sizlarga yordam berishim haqida ozgina tushuncha bermoqchiman. Bu masala bo'yicha men ko'p oilalarga yordam berganman. Agar sizda bachadon olib tashlangan bo'lsa, lekin tuxumdonlaringiz saqlanib qolingan bo'lsa, siz albatta homilador bo'lasiz. Siz farzandli bo'lasiz. Faqat uning uchun endi tabiiy homilador bo'la olmaysiz, chunki sizda bachadon yo'q. Eko orqali eko jarayonini surrogat onalik dasturi bo'yicha siz farzandli bo'lishingiz mumkin. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda sizni o'sha tuxum hujarangiz o'stirib, terib olinib, turmush o'rtog'ingizni urug'i bilan urchitilib, homilachalik, ya'ni embrionchalar qilinadi va ikkinchi etapida surrogat onalik dasturi boshlanadi. Bu dasturda sizni embrionlaringiz boshqa ayolning bachadoniga qo'yib beriladi va shu orqali siz farzandli bo'lishingiz mumkin. Albatta bu O'zbekistonda qilinmaydi, chunki bizda bunga ruxsat yo'q. Ancha yillardan beri chet davlatdagi doktorlar bilan mana shu masala bo'yicha birga ishlayman. Shuning uchun agar sizda bachadon olib tashlangan bo'lsa, lekin tuxumdonlaringiz saqlab qolingan bo'lsa,